Mamlakatimizda qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash bilan birga bilib-bilmay jinoyatga qo'l urgan shaxslarni qayta tarbiyalash, sog'lom hayotga moslashtirish hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida samarali tizim yo'lga qo'yilgan. Bu jarayonda huquqiy targ'ibot tadbirlarining o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Viloyat prokurori hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i tomonidan Qo'qon shahrida o'tkazilgan tadbir ham ana shunday maqsadni o'zida mujassam etdi. Tadbirda probatsiya nazoratida turgan, muqaddam sudlangan, jinoyat sodir etishga moyil va alohida toifadagi shaxslar, ularga mas'ul etib biriktirilgan mutasaddilar, mahalla yetiligi a'zolari ishtirok etdi. Uchrashuvda so'z olganlar Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kuni qabul qilingan bir insonlik qarori mazmun mohiyati, unda belgilab berilgan ustuvor vazifalar, shuningdek Vazirlar Mahkamasining obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahallalarda ijtimoiy profilaktika tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritishdi. So'nggi yillarda mamlakatimizda mahalla, aholi va davlat organlari o'rtasida ishonchli ko'prikka aylandi. Shu bilan birga turli muammoli vaziyatga tushib qolgan insonlarni qo'llab-quvvatlash, xatoga yo'l qo'yganlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish xalqimizga xos ezgu qadriyat sifatida aynan mahallalarda yetillik a'zolari tomonidan amalga oshirilyapti. Uchrashuvda nazorat ostida turgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularni sog'lom hayotga qaytarish bosh maqsad ekanligini, qayta jinoyat sodir qilish esa javobgarlikni yanada og'irlashtirishi tushuntirildi. Shuningdek, mazkur jarayonda ijtimoiy profilaktika tadbirlarining o'rni, toifadagi shaxslarni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati ham yetkazildi. Tadbir qatnashchilari o'z muammolari bilan mutasaddilarga yuzlandilar. Meni murojaatlarim odilona hal bo'ldi. Davolanishligimga ijtimoiy yordam berishlari hal bo'ldi. Hammasiga rahmat. Murojaatimizni qabul qilishdi, kirib hech qanday to'siqlik yo'q. Tadbir doirasida har bir ishtirokchining murojaati sinchkovlik bilan tinglandi hamda muammolarni hal etish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Ko'plab ishtirokchilarga o'z hayotini to'g'ri yo'lga solish uchun zarur amaliy yordam ko'rsatildi. Huquqiy maslahat va tavsiyalar berildi. Ichki ishlar boshlig'iga murojaat qildim, yordam so'radim, ish masalasi bo'yicha ijobiy hal bo'ldi. Oilami yaxshi tiklab turib, jamiyatda ham bir foydali inson bo'lish bizning niyatimiz. Bundan tashqari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i mazkur tadbirda ishtirok etgan. Akmal Mirahmedovning xonadonida bo'lib, turmush tarzi va yashash sharoiti bilan tanishdi. Hayotning og'ir sinovlarini totgan, adashib, jinoyat ko'chasiga kirgan va bugun o'z qilmishidan to'g'ri xulosa chiqargan Akmal Mirahmedovning o'zi yuqorida aytgandek maqsadlari yuksak. Bu kabi tadbirlar jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini yuzaga keltirish va jinoyatchilikni jilovlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Joylarda tadbirlar davom etmoqda.